Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2025-yil 27-mart kuni Qo'yliq dehqon bozorida biz yangi mahsulotimizni yana sizlarga taqdim etmoqchimiz. Bu yerda bizani O'zbekiston sharoitlarida o'zini juda zo'r ko'rsatgan, juda yuqori tarzda hosil bergan, kasalliklarga chidamli, suvsizlikka chidamli bo'lgan semichka urug'imiz T6 navimiz keldi. Bu navimiz mana ikki xil holatda kelgan. Bittasini qizil rangda, bittasini ko'k rangda dorilatganmiz. Dorilari bilasizlar, bizda simqurt uchun kerak bo'lgan dorilar bilan обработка qilingan, yerdan chiqargan hasharotlarni semichga chiqquncha tegmasligiga mo'ljallangan dorilar qilingan. Endi bu semichka urug'imiz bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu semichka urug'imiz hektariga 6 kilodan 7 kilogacha sarf bo'ladi. Semichkamizda hosildorligi 4 tonnadan 5 tonnagacha va sifatli kalibr chiqishida, semichka bir xil chiqishida, standart hosili bir xil bo'lishida T6 ga yetadigan navi yo'q. Bu eng mega semichkalarning ichida eng chempioni bu bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'yliq dehqon bozorida 43-201-185 do'konlarimiz, Yujniy vokzalda ofisimizdan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Semichkani o'zini hurmatli operatorimiz qisqacha ko'rsatib ketsangiz, mana semichkamizni holati, qanaqa tarzda urug'larimiz kelgani, mana bunisini ham holatini ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta narsasini aytib o'tamiz, mana o'zini dokumentlari mana T6 mana navi turibdi. O'zini mana sertifikatlarigacha o'zini ichiga solingan sertifikatlarigacha mavjud va kerak bo'ladigan keyingi agrotexnikalarini, buni ekish tartiblarini biz o'zimiz sizlarga tushuntirib beramiz. Biz buni Xitoy davlatiga borib turib, Xitoy davlatida ekish agrotexnikalari bo'yicha ham to'liq ma'lumotlarni olib kelganmiz. O'sha ma'lumotlarni sizlarga yetkazib berishda harakat qilamiz. Kelinglar, xarid qilinglar. Inshaalloh birgalikda semichkamizni yetishtirib, yuzimizni yorug' qilamiz. Greenland Genetic Seeds sizlar bilan birga bizani kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun harakatdamiz.